Alloh hammaga o'zi kifoya qilsin. Asl yuzini ko'rib qo'ying. Bu O'zbekiston Kongo o'yiniga sotib olingan bilet. Shaxsan men o'zim sotib olgan bilet. Abdurahmon Fozilov yonida yurgan, ya'ni tashkiliy ishlarga aralashmaganman deyaptilar. Tengma-teng aralashganlar. Yonida yurgan Zafar akadan sotib olingan bilet. Biletning narxi donasiga $450 sotib olingan. Ya'ni ikkita biletga $900 to'laganmiz. Bu bo'lsa Abdurahmon Fozilov o'g'li bilan gaplashilgan голосовой chat. Ya'ni Kolumbiya O'zbekiston umuman общий hisobda jahon chempionati boshlanishidan oldin men terma jamoamizning formasini so'raganman. Komplekt $40 deb aytgan. Lekin vaholanki o'yinlar boshlangandan keyin futbolkasini o'zini kamida $50 dan sotishdi. Bu bo'lsa har doim kalla qo'yib yurgan Atabek Ayvash. Ishoning qitchu joydan bu. Okay. Bunaqa bilet boshqa topa olmaysiz. Bu o'zimning biletim edi, o'zim biletimni sizga berib yubordim. Hozir o'zimda bilet qolmadi. Men fan klubga bir amallab kirib olsam bo'ldi. Majina o'zi ancha-muncha so'rab yurdi. Sizga nasib qildi qarang, okay? Tabiiy Ayvashni kalla qo'yib yurishi bu bizning uchun odatiy hol, lekin yaqindagina jahon chempionatidan oldin hojiga borib kelib turib, hoji akalarning gaplarini gapirib turib, lekin sizning gapingiz yolg'onligini isbotlab beruvchi mana men borman-ku. Portugaliya O'zbekiston o'yinidan keyin обращение qildim, lekin hech kim unaqa ortiqcha e'tibor qilmadi. Aynan mana kecha bugun boshlandi, ya'ni mendan keyin qolgan Amerikadagi blogerlar ham gapirishni boshladi. Siz, men o'sha videoda aytganman, bilmasangiz bilib qo'ying. Sizda bor og'iz, bizda ham bor. Sizda bor auditoriya, bizda ham bor. Biz ham gapirishni bilamiz. Bizani jahlimiz chiqayotgani, agar siz o'zingizni поведениyangiz yaxshi ushlaganingizda, nafaqat siz bu jamoaga mitti vaynlarni ham qo'shish arziydi. Chunki ularni ham asl yuzini ko'rdik. Oyoq uchida ko'rsatib ketib, "Ey, Amerikadagi o'zbeklar eng past oylik ishlaydiganlar ham cho'ntagida kamida $4000 pul bilan yuradi." Ya'ni o'ziga yarasha urvini bor. Siz bu narsani his qilishingiz kerak. Bizni Amerikadagilar sizlarni oyoq ostiga qolish uchun bu yerda Amerikada yurganimiz yo'q. Bizlarni ham o'zimizga yarasha kuzatuvchimiz, o'zimizga yarasha hurmatimiz bor. Meni hamma atpiska qilib, butun dunyo meni yomon ko'rib qolsa ham, akalar men har doim haqiqatni gapiradigan odamman va sizlarga futbol temasida ozgina haqiqatni gapirib o'taman. Ko'pchiliginglar qiziqdinglar, so'radinglar. Shohrux nimaga oxirgi o'yinga kirmasdan tashqarida o'tirding deb. Men va yuzlab o'zbeklar o'yinga kira olmasdan tashqarida o'tirishdi. Sababi nima? Sababi $200, $300, $400 biletlar, $900, $1000, $1500gacha sun'iy ravishda kimlarnidir tomonidan ko'tarildi. Endi kavlanmaylik, kimlarnidir tomonidan kimligini aytmasdan. Undan tashqari $50 terma jamoamizning futbolkalari sotildi. Kechirasizlar, men kiyadigan Nike krossovkalar Amerikada $35-40 turibdi. Originalni Nike. Lekin sizlar sotyapti turgan menimcha ko'pchilikdan eshitdim, lekin fakt yo'q. Tekinga tarqatilgan futbolkalarni $50 dan sotib soqa qildinglar. Terma jamoamizni fan klubiga, Nodir akalarga va atrofdagi akalarga rahmat deyman. Sababi men vashshe boshqa musor joydan joy olganman. Ular o'zlariga chaqirib, birinchi o'yinda "Davay Shohrux, bizni fan klubga qo'shil, mana shu yerda biz billa baqir-chaqir qilamiz, podдержкani yoryapsan" dedi. Shunchalik podдержка qilsak ham akalar, ikkinchi o'yinga bizda imkoniyat bo'lmadi kirishga. Va yana qo'shimchasiga osmonda yurgan akalarimiz bor ekan. Akalar, ishoninglar, har taraflama sizlardan oldindamiz. Men piston palon deb gapirib chiqmay, sal boshinglardagi tojiklarni yechib yerga tushinglar. Sizlarga zorligim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men bir tiyin meni anaqam sizlarga. Prosta o'zinglarga ertaga minus bo'ladi, uje minus bo'lyapti. Men ko'rdim, juda ham ko'pchilik menga qilgan e'tibori hamda hurmati. Rahmat narod, biz birgamiz, biz yerdamiz, biz bir-birimizni oramizdamiz. Biz uchib yurmaymiz akalar. Sizlarni yaxshi ko'raman hammalar, sog' bo'linglar. Bilet temasi bo'yicha men 3-4 kun oldin bir ikkita akalar bilan maslahatlashganman, olib chiqaman deb futbolkani ham kimda isbot dalil bo'lsa meni lichkamga tashinglar. Kimlar agar shu temani deb futbolga kira olmagan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, biz kira olmadik. Sababi bilet qimmat bo'lib ketgani uchun deb. Terma jamoani podдержка qilamiz deb borishgan bo'lsa, mana shunaqa qilib sun'iy ravishda soqa qilib yotishibdi odamlar, biladi. O'zbekistonning blogerlaridan Amerikada fan klub biletlarini va formalarini kim sotgan? Bugun shaxslar va dalillar ochiladi. Birinchi shaxslardan boshlasak, Barabanedro
Abdurahmon Fozilov o'zi xalq bilib bo'lib, hamma atmetka qilib bo'ldi. Endi dalillarni ochamiz. O'zi fan klub biletlari sotilyaptimi? O'zbekiston Kongo o'yiniga sotib olingan bilet. Shaxsan men o'zim sotib olgan bilet. Abdurahmon Fozilov yonida yurgan, ya'ni tashkiliy ishlarga aralashmaganman to'g'ri. Ana endi formalar haqida gaplashamiz. Chunki Abdurahmon Fozilov umuman formalarga meni daxlim yo'q degan ayrim videolarida. Mana bu peripiska egasi Abdurahmon Fozilovning o'g'li. Ketganman, formalarni to'g'ri hech bor formalar aka. Ko'plangan akajon mana nomerlarida ertaga qayerda bo'lishlarini bilmayman, formalar mashinalarda. Biroq telefon Jahongir bergan nomeringizni formaga keladi eslasizmi? To'g'rangiz aytadi. Bu formalar $40, $50 edi, lekin futbol kunlariga yaqin qolganda bu formalarning narxi $100 va undan ko'proqga ko'tarilib ketdi. Nima uchun? Lekin biz bilamiz, bu inson o'zini qo'li bilan va bir o'zi buncha biletlarni sotmaydi va bu yerda kimlar qo'shiladi? Barabanedrot Viza ololmagan akalar, bilamiz sizlar bilet olib qo'ygansizlar. Masalan, Portugaliya o'yiniga, Kolumbiya o'yiniga. Agar biletingiz bo'lsa, bizga beringlar, talabgorlar bor. Men sotmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Faqat bitta narsani ochiqchasiga aytib qo'ying. Masalan uchun biletingiz $1000 bo'ladigan bo'lsa, shuni miyada 600-700 ga berib olaman degan narsa bo'lishi kerak. Bo'lmasam, iloji bo'lsa, o'zingiz Toshkentda sotib oling agar imkoni qilsangiz. Lekin Abdurahmon Fozilov bilet sotganmi, yo'qmi? Qanaqa qilib bilamiz? Oka, assalomu alaykum. Tuzumni charchamayapsizmi? Oka, Abdurahmon bilan gaplashdim. Bilet bor ekan $1000 ekan, oka. Agar kerak bo'lsa. Va bundan tashqari yuzlab aziyat chekkan insonlar va svidetiller, o'zlari bu chiptalarni sotib olgan insonlar, o'zlari bu formalarni sotib olgan insonlar kommentariya va lichkalarda yozishdi. Birodarlar, albatta bu hammasi emas. Yana qanaqa dalillar kerak sizlarga? Axir hamma biladi. Yemog'ni qusmog'i bor. Men aytdim borku, qisib kelib, qisib ketamiz dedim. Men to'g'ri gapirdim borku, to'g'ri ma'noda gapirdim. Men unaqa shaxsiy ma'noda gapirganim yo'q. Mana oqibati Otabek Jo'rayev, siz qanaqa qilib biletingizni sotib olib, bir amallab fan klub bilan qo'shilib olaman yana. Nechta bilet sotdingiz? Men vashcha hayron qoldim. O'sha birinchi Meksikani o'zini gapirib qo'ya qolaman. Meksikani o'zida men sizlarni fan klub bilan o'tirganinglarni ko'rdim. Lekin agar shunaqa biletlar sotilsa, o'zini tan narxida, nega ommaga olib chiqmadinglar? Mana biz bora olamiz, bora oladigan odamlar juda ham ko'p edi balet qilishga. O'sha birga o'tirib, formani biz ham kiyib, baqa-chaqir birga qilardik-da. Unaqa bo'lmadi. Faqat o'zim oldinglar. Mana mayli bekityapsizlarmi, boshqami sotdinglarmi yo'qmi? Mana o'zingizlar og'zingizlar bilan aytasizlar. Men o'zimnikini sizga sotaman. Men bitta videoda eshitdim, o'sha videoda shu narsani eshitdim. Men o'zimnikini sizga sotaman. O'zim bir amallab fan klubga yana qo'shilib olaman. G'alati emasmi? Biz ham bora olamiz Meksikaga. Bizga ham shunaqa arzon bilet bermaysizlarmi? Shu fan klub bilan o'tirardik biz ham. Hammaga soqa qilishdan ko'ra. Mana shu chichvordinglar-ku, ahvol. Undan ko'ra mana shu ustimizdan kulib tashladinglar. Soqa qilsalar-da, polni. Atlantada men $50 dan Sarbet logosi bilan $50 futbolkalarni ko'rdim-da, o'zim ko'zim bilan. Sarbet reklama qilyaptimi yo sizlar tirikchilik qilyapsizlarmi? Men Amazondan $19 ga ismim bilan nomerimni yozdirib oldim. Sizlarga yomonligim yo'q, prosta qanaqadir o'zingizlar bir ana blogerlar gapirayotgan gapiga bir konkretniy javob beringlar. Polni xalq shuni kutyapti, sizlarga qarab turibdi. Qanaqa qilib bular kelyapti, faqat fan klub bilan o'tiryapti, yana tirikchiligiga sotib tashyapti. Bu yerda biz ham o'zbekmiz. Pretty baby. Nya. Bor uzr so'rayman akalar. Ming bor uzr. Futbolkalar $50 dan emas ekan. Eng arzoni $50 dan bo'lgan ekan. $100 gacha sotilgan ekan. Meni ismimni aytib videolar qilishibdi. Nima uchun meni ismimni aytib videolar qilyapti? Axir men hech kimni ismini aytib video qilganim yo'q. Xalq o'zi aytayapti odamlarning ismlarini. Menga hech qanaqa video обращение qilmanglar. Men hech qachon 1400 ta videoim bo'lgan bo'lsa, kim bilandir video atvet o'ynagan odam emasman. Sen bo'lib menga unaqa hype kerak emas. Stadionda real bo'lgan holatda shunchaki sizlarga yetkazib berdim va bu narsa общественный rezonans bo'lib ketdi. Lekin mendan oldin ham va men bilan parallelni yana nechtasi shu haqida video qilib gapirib chiqishdi. Meni gaplarimni yuzlab stadionda o'sha yerda yurgan odamlar faktini keltira oladi, что sun'iy ravishda biletlar sotib olinib sotilganini. Eng qiziq joyi bir ikkita bo'qidish tervan beshiga itbetlar vaziyatdan foydalanib yana menga Kochinsky tilida sensirab videolar qilib chiqibdi. Sen nima qochvossan, gapingga действие qilmaysan. Hayotda bu o'zidan hech narsa представлять qilmaydigan bir bo'zaylarga bilinib turibdi o'zi gap so'zidan. Normalniy odam unaqa muomala qilib video qilmaydi. Tak, men hech kimdan qochganim yo'q, sababi kimdandir qochadigan men video qilib kimnidir haqorat qilganim yo'q yoki tuhmat qilganim yo'q. Meni o'sha gapirgan gaplarimiz stadionga borganki o'zbek
tasdiqla oladi, что biletlar sun'iy ravishda narxlari ko'tarilgan hamda futbolkalar eng kamida $50 dan $100 sotilgani. Qilib aytganda men bu yerda Instagramda serial olgim, yo video atvet unga yozibdi, bu bunga video atvet yozibdi, u erkaklarga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar agar qanaqadir savol bo'lsa, telefonda o'zaro kelishib olishadi. Men stadionda bo'lgan narsalarni qisqa qilib, fakt qilib gapirdim, qaytaraman. Odamlar o'zlari nomlarini qo'yishyapti. Charchamanglar. Tugadi. Futboldan qaytyapmiz. Men bitta vpечатленияni aytib o'tib ketishim kerak. Blogerlar to'g'risida, blogerlar, O'zbekistondagi blogerlar va Amerikadagi blogerlar to'g'risida gapirib o'tib ketishim kerak. Sababi men Amerikadagi blogerlar misol Shohrux ular bilan ham ko'rishdim, Saru bolani ham ko'rishdim. Shularda ham prosmotri million odam ko'radi. O'zbekiston pes ko'radi. Hech qanaqa kibr, unaqa narsa yo'q. Oddiylikda hamma narsa. Men o'zim ko'rib, gaplashgandan keyin gapiryapman taassurotlarimni. Mana bu O'zbekistonda kelgan haligi Dilshod, yana Dilshodmi, Ibrohim degan bola, yana sheriklari bir bolalar, ular odamni nazariga ilmas ekan, bolalarni nazariga ilmabdi bu bolalar. O yulduz o'zini oq yulduzga, sariq yulduzga, Otabek aka bor-ku, Amerikada yuradigan Otabek aka. Otabek ham zalotoy inson ekan. Har bitta odam bilan kerak bo'lsa so'rashib chiqdi bor, ishonasizlarmi? Mana bu itimgurlar bitta voy deganlar qaydan chiqib kelgansanlar senlar? Musirlar, o'zingdan kimga yasab oldinglar? Bu yerda Amerikada yurganlar senlarga o'yinchoq emas. Amerikada yurgan bolalarni upravlat qilaman deysanlar, ular fozilivlaring kelib, nima qila olasanlar senlar? Fan klubda $50 dan biletni olib, pachkalab 700 ta mingtalab biletni olib 1,5 mingdan sotdinglar. Alloh deyishni bilasanlar, xolos. Har bitta videoingda men kritikavat qilaman, men haqiqatni gapiraman. Loboyga kerak bo'lsa dokazat qilib qo'yaman, onasini hamsin. Salomat bo'lasizlar. Mana bu kibrni sal tushinglar, bu yerda insonlar, sizlarga o'xshagan insonlar atroflaringda, o'zlaringdan ketib qolmanglar. Misol uchun Muzaffarda ham ko'rdim, Amerikadagi Yücelda reklama qilib yuradi-yu, normal, обычный, prostoy bolalar. Bekorga bu odamlarni hamma hurmat qilmas ekanda Amerikada. Senlarni itdan hurmat qilmaydi. It. Salomat bo'lasizlar. Короче, men blogerlarni va men bilmadim. Bu Amerikadaga kelgan blogerlar, endi bu yerda bloger bo'lib sekin chiqqan bolalar, har qiyinchiliklardan etab o'tgan-u, o'shani hisobiga bo'lsa kerak. Ada balabol, haligi yolg'on, mошенничество, firibgar basharasiga yozib qo'yibdi shu Fozilov. Men firibgarman, men balabolman deb turib yozib qo'yibdi. Hem peshonasiga. Onasini esa $50 dan $70 dan fan klubda biletlarni olib turib, odamlarga 1,5 mingdan o'tkazgan ana shu Otabek Umarov qayga qarayapti? Prezident kuyovi. Kontrol qilib qo'yinglar. Salomat bo'lasizlar.